yozish xohlamayman. Всё. Bu yerdan mana shunaqa video qilaman. Da, biz birgamiz. Конечно. Biz birgamiz. Bir marta murojaat qilib chiqdim. Murojaatim yerda qoldirishmagan, ya'ni Dalil Uz borlar, Abror Muxtor Ali borlar, yana ikkita mujik bor. Uni aytmayman. U oxirida aytiladi, конечно. Ammo kimligini bilsanglar, shokka tushasizlar. O'sha yana ikkita erkak bor bu ish ichida. Shokka tushasizlar. Transi qamalishida 5-6 kishi ham bor, lekin menga yetishmayapti uni. Ular ham borlar deshdi, lekin yetishmadi. Lekin men qolgan hammadan xabarim bor, bittasidan xabarim yo'q. Qolganlar hissasini qo'shinglar deganmiz, qo'shmadi. O'zligi bilishadi. Xo'jayinim bilan 8 oydan beri pashti yashamaymiz, sababi chet elga ko'chib kelganlar. Turkiya juda ham qimmat bo'lib ketgan, zarar bo'lib ketgan, bankrot bo'lib ketgan ish odamlari, xo'jayinlar, ya'ni juda ham ko'p boy odamlar botyapti. O'shaning uchun hamma chet elga ketib borgan, ishini o'sha yerda qilyapti. To'g'ri ham qiladi, chunki u yerda arzonroq. Kamdan kam hozir уже Turkiyada ish faoliyat ko'rsatadi xo'jayinim. Sababi majbur ofis ochilgan. U yerda kuyovlar ishlaydi, ketib turadi imzo uchun. Lekin nima, Germaniya 2 soatlik yo'l Turkiyaga, o'shaning uchun Germaniyada ishni boshlagan. Shunaqa, biz unaqa o'rganib qolganmiz. Chunki pul jo'natib turgandan keyin muammo yo'q deb o'ylayman. To'g'rimi? Shunaqa gaplar. Nimaga qamalganini 6 ta anaqasini men sizlarga to'g'risi o'zi bekitgim kelmayapti. Qaysi kodlar asosida qamalganini Turkiya qonuni bo'yicha sizlarga qo'yib beraman. Qaror chiqsa chiqmasa menga farqi yo'q. Chunki yolg'on narsa yo'q, bilasizlar. Kimlar bor ularning ichida? O'zi 7 ta trans qamalgan, lekin men 6 tasini ustidan shikoyat qilib berganman. И всё. Ani 7-sini tanimayman, kimligini ham bilmayman. Shunga gruppa bo'lgani uchun kirib ketgan u ham. 10 kun oldin yana ikkita trans kirib ketgan qo'shni, o'sha mahallada qo'shni, uni ham xabar kelgan bizga. Ya'ni nima qaror bo'yicha o'tirishibdi, men sizlarga qo'yib beraman. Bilish sizlarning haqqinglar. Biz yolg'on, tuhmat qilmaganmiz. Hamma narsa to'g'ri tushgan, qo'yib beraman. Mana shunaqa shovqin Turkiya. Sud bo'lsa, конечно, Turkiyada bo'ladi, chunki bular Turkiya qonunini buzishgan. Turkiyani naqasida bo'layotgan voqea bo'lgani uchun oldin sud Turkiyada bo'ladi. Oldingi safar shu anketa ochganimda ham shunaqa savollar kelgan edi. Hech ham bilmayman, pasportida nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'lsa kerak. Yana o'tirgan qamoqxonasi erkaklarniki, ayollarning aloqasi yo'q. Shunga o'zingizlar ham YouTube'dan qarasanglar bo'ladi, Google'dan. Uni qamoqxonasida kimlar o'tiribdi masalan, shunaqa bilsanglar bo'ladi. Men bormaganim uchun, ko'zim bilan ko'rmaganim uchun bilmayman. Erkaklardanmi, qizlardanmi, lekin to'g'risi bilishni ham xohlamasdim. Bir advokat bilan gaplashib ko'rishim kerak ekan, kimlarda o'tiribdi deb. No, pasport bo'yicha erkak bo'lsa kerak, qizlarga keta olmasa. Bor asbob. Erkakga ketsa, mamasi bor. Unda translanib to'xonasi bordir. Bilmayman. Hech nima deya olmayman. Chunki unaqa joylarda o'tirib ko'rmaganman, o'tirmayman, o'tirmaganman ham, o'tirmayman ham, o'tirish niyatim yo'q. Menga emas unaqa joyda o'tirish. Nega qo'rqadi? Nega qo'rqadi? Tili qo'rqsa shu darajaga olib kelishadimi? Mashhur. Tanisizlar. Qo'rqadigan narsa yo'q. Buzib tashlaydi kerak bizni. Urib yuboradi, tepib yuboradi, yo'q qilib yuboradi, yondirib yuboradi deydi. Yo'q, shunaqa. Lekin tanishganimdan xursandman, birga ishlaganimizdan xursandman. Haqiqatan juda ham yaxshi komanda. Yaxshi ham birga bo'libmiz, yaxshi ham bu ishlarni qilamiz. Juda oson bo'ldi, juda ham, ya'ni. Advokatda katta gap deydi-ku, advokatimizni yaxshi qilib berishdi. Lekin advokatga hamma narsani tayyor qilib beraman, advokat hayron. Advokatni o'zi topish kerak, to'g'rimi? Men hamma narsani tayyor qilib beraman, advokat yo'qda. Uni men topishim kerak-ku deydi.
madvoma qo'yyapti, madvoma delaga qo'yyapti. Rosa oson qilib berdik hamma narsa. Hamma narsa oson qilib berdik. Kulgimni qisqatmanglar deb bunaqa savollar beradi. Nimani yollaydi? Chiqoq o'ziga bitta yordam topib olsin, bitta bumaga olsin ichkarida, chotkisidan bundoq. Keyin yollab odam jo'natadi. Nimasiga jo'natadi? Yollab. O'ziga yordam kerak. Yollaydigan odamlar hozir o'ziga kerak uni. Menga nimani? Qilmish, qidirmish deydi-yu, o'tiribdi qidirmishini, qilishini, qidirmishini o'sha qarab. Menga men shunaqa rayonda turamanki, hamma yoq kamera. Aql yetmaydi. Unaqa ishlar qilishga aql yetmaydi, puli ham yetmaydi. Chunki hamma joy kamera. Sekund topishadi uni. Kim qilganini bilsa, yana tagida o'tiribdimi, onasiga qarab, yana kirib ketadi. Oson emas, chunki bizlar ham orqamizda normalniy odamlar turibmiz. Qorovallab turibdi meni, bolam bilan meni. Turk xotiniman, ana, turk bolasini onasiman.